Sökünme deyman, sökünishga majbur qiladigan hayotdagi holatlar zaynab qildi meni. Buyini skazal akalar meni olganimga 2 hafta bo'ldi. $400 olganman. Biror marta hali bunda keksam ko'rilmagan akalar kravatni orasida qolib ketibdi, men qaranglar. Eng qizig'i buni sensori hali ham ishlayapti ekan. Buni tuzatsa bo'lsa kerak. Endi bo'lmaydi. Onayni skazali bilat. Mana shu yerda tashlab ketaman bu musorda, ko'rsam asabim buzilyapti. Kerak emas menga plansheti ham, traki ham kerak emas. Ichidagi sherigim ham kerak emas. Dvorniy bo'lib ishlab yuribman, oyiga 3 million so'm pul topib. 6 oy bilan pul yig'dim, shu planshetni olaman deb 2 hafta ham ishlata olmadim, sinib ketdi. Menga qizlar qaramayapti mana kiyimni kiyib yurganim uchun. Rossiyada meni ko'rni deydi eng kamida. Mana drift qilgan rosa zo'r joy ekan. Qaranglar akalar, inomarka mashinalar bo'lsa rosa o'xshatsanglar. Itam yo'q, hech kim ishi bo'lmaydi. Inomarka deyapman, Cobalt Gentralarda kelib aylanib yurmanglar, drift qilyapmiz deb sharmanda qilib. Meni kechir. Instagram uchun qildimmi, meni kechir. Bilamon qaranglar, bilan Nokiadan joni qattiq ekan, buni gapi yo'q ekan. O'zbekistonda bo'lganimda izolentalar bo'lsa ham ishlatardim, borim.